Maqaram bu Hazrati Olining qadamjoylari 14 yil oldin hijra yili kelgan mana yotgan izi. Yotgan izlari ham mana shu. 14 yil hijra yili kelib, beni dinga alqiganda. Ha, targ'ib qilganlar. Ha, targ'ib. Yotgan da'vat qilganlar. Mana bu yerda panjasi izi bor. Tirsagi. Ana tirsagi. Qani. Hormanglar. Mana panjasining izi, mana bu tirsagining izi. Mana ostida otining izi bor. Bekilib ketdimi shu? Ha, bekilib ketdi. Shu qum tashlab olib. Otining ama tuyog'ining izi bor-da. Ot izida, tuyog'i, ot izi. Eshataga yo'q-ku. Ha, ana jaka bugun bor, xotirangi. Rasmi xotirangi. O, bo'yinga taqadi-ku. Aha. Ko'rsangmasi degan. Ana shu daraxtlar shu. Nima degan daraxt deysiz uni? Xotirangi. Xotirangi daraxt ekan. Zakam bo'lgan. Endi bu borda Sodir voqeasini bilasizlar? Sodir voqeasi. Sodir voqeasiga shunday g'or borgan. Sodir voqeasiga borgan bo'lsangiz, Sodir voqeasidan bir buloq boshida emas. Ular masjidning oldida pastda g'or bor. Lekin bo'lsa borgansizmi yo'qmi? Borgan. Shunga ulashgan. Hozir şeydan mana shu joydan kirib, salroq bo'lsa chiqsa bo'ladimi hozir? Yari chiqqan bo'yi Ha, ilgari chiqqanda. Ilgari chiqqan. Ota-bobomiz chiqqandan shomni olib ketgandan keyin boyagi shom o'sib qolgan. Boy katta bo'lgandan bizdan uchganda shomni o'shirgan. Keyin boshqa inlar shu yerda qolib ketgan. Ikkinchi otamiz keyin yoqib shomni ko'tarsa qarasa kattalar bor. Demak bu shomni o'shirgan bu yechaqa yo'limiz o'lgan deb keyin yopib tashlagan. Uni yopib qolganda Ana shu yo'q. ko'rib Ana shu Sodir voqeasi bilan ikkovi g'or ikkovi tutasi shunday. Tutashgan. Qaymat Paymartota g'ori bo'ladi, ha? Shunday deb aytiladi. Paymartota g'ori. Parpota narada. Parpota. Lekin normal haligi jumaga shuni ochib, parpotani ochganda. Nomini ochib. Kirib ko'rib chiqadi, bu yerga olib. Hozir mana shu g'orni ko'rib chiqamiz. Sodir voqeasi g'origa ulangan deyishadi. Oldin ulangan bo'lgan, hozir yopiq ekan lekin. Hozir kirib ko'ramiz. Buni yozib ketadi. Hozir oxirigacha bormi shu svetlar? Bor, ancha bor. 15-20 yuz yurasiz. Yo, dalcha agar svet bo'lmasa, fanarni olaman demoqchi edim-da. Hech tashlab ketmaysiz-ku. Yo, o tomonda anaqa. Yo'q, svet yo'q. Shuni yorig'iga yetib qolsa kerak. Qani mana. Yorig'iga yetib qolsa kerak. Ha, o tepaga chiqar yo'li bor. Ha, naryoqda yo'q ekanda. Endi yoqingda tepaga yo'li bor. Yo, fanarni olib kelishim kerak ekan, to'xtang. Buni bizga